Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomiz har bir nafaqaxo'r uchun o'ta muhim, hatto shu qadar muhimki, bu sizning oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar siz nafaqa oladigan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz, ota-onangiz, bobo-buvlaringiz nafaqaxo'r bo'lsa, siz hoziroq ushbu ma'lumotga jiddiy e'tibor qaratishingiz shart. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladigan jiddiy masala. Ba'zan yuz minglab, hatto millionlab so'mlar sizning hisobingizda kutilmaganda paydo bo'lishi mumkin. Bu mablag'lar sizga qonuniy ravishda tegishli bo'lishiga qaramay, uzoq yillar davomida siz ulardan bexabar bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Har bir so'z, har bir tavsiya siz uchun qimmatli bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu muhim ma'lumotning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo tizimning avval qanday ishlagani va hozir nima uchun hisobingizni tekshiring deya bong urayotganimiz sababiga to'xtalsak. Uzoq yillar davomida nafaqalar tizimi juda katta byurokratik jarayonlar va qo'lda ishlov berish orqali boshqarilgan. Bu tizimda inson omili juda katta rol o'ynagan, ya'ni har bir hujjat, har bir ma'lumot qo'lda tekshirilgan, kiritilgan va qayta hisoblangan. Tabiiyki, bu holat xatolarga moyil edi. Ayrim hollarda, ayniqsa Sovet ittifoqi davridagi ish staji, turli hududlardagi ish joylari, ism-sharif o'zgarishlari, kasallik yoki farzand parvarishi sabab ishdan ajralish kabi murakkab vaziyatlarda barcha ma'lumotlar to'liq va to'g'ri aks ettirilmasligi mumkin edi. Ba'zi ma'lumotlar yo'qolib qolishi, arxivlarda topilmasligi yoki noto'g'ri kiritilishi ham tez-tez uchraydigan holat edi. So'nggi yillarda mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari jadal suratlar bilan olib borilmoqda. Elektron hukumat tizim doirasida davlat xizmatlari, jumladan pensiya ta'minoti sohasi ham tubdan isloh qilindi. Hozirda ko'plab ma'lumotlar bazalari birlashtirilmoqda, eski hujjatlar raqamlashtirilmoqda. Ish staji va ish haqi haqidagi ma'lumotlar elektron shaklga o'tkazilmoqda. Bu jarayonlar natijasida avval e'tibordan chetda qolgan, noto'g'ri hisoblangan yoki umuman hisobga olinmagan ma'lumotlar qayta ko'rib chiqilib, tizim tomonidan avtomatik ravishda aniqlanmoqda. Xususan, ayrim hududlarda nafaqa miqdorini qayta hisoblash bo'yicha jiddiy ishlar olib borildi va bu jarayon butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Masalan, pensiya jamg'armasi huzuridagi maxsus ishchi guruhlar arxiv ma'lumotlarini, mehnat daftarchalarini va boshqa hujjatlarni qayta o'rganib chiqmoqda. Bu degani, sizning nafaqangizni hisoblashda oldin e'tiborga olinmagan bir necha yillik ish staji, yoxud ma'lum bir davrdagi yuqori ish haqi yoki hatto yangi qonun hujjatlari bilan belgilangan qo'shimcha imtiyozlar hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Natijada sizga oyma-oy to'lab kelingan nafaqa miqdori aslida qonun bo'yicha sizga tegishli bo'lganidan ancha kam bo'lishi ehtimoli mavjud. Bu farq esa yillar davomida sezilarli darajada katta summani tashkil qilishi mumkin. Bu pullar sizning qonuniy haqqingizdir va ularni talab qilishdan cho'chimasligingiz kerak. Asosiy qism bil, nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Keling, endi bu muhim masalani batafsil ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilishimiz kerak? Eng avvalo, nafaqa miqdori bir qator omillarga, xususan ish staji muddati, ish haqi miqdori, nafaqa turiga va mavjud imtiyozlarga bog'liq. Har qanday xato yoki to'liqsizlik ushbu omillardan birida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bu masala ayniqsa quyidagi toifadagi fuqarolar uchun juda dolzarbdir. 1. Uzoq yillar oldin nafaqaga chiqqanlar. Masalan, 2000 yillardan oldin nafaqaga chiqqan fuqarolar. O'sha davrlardagi hisob-kitoblar ko'pincha hozirgi kabi to'liq raqamli tizimlarga asoslanmagan. Qog'oz hujjatlar bazasi esa yo'qolib qolishga, noto'g'ri saqlanishga moyil bo'lgan. 2. Murakkab mehnat tarixiga ega bo'lganlar. Agar siz hayotingiz davomida turli tashkilotlarda, ayniqsa turli davlatlarda, masalan, Sovet ittifoqi respublikalarida ishlagan bo'lsangiz yoki tez-tez ish joyini o'zgartirgan bo'lsangiz, sizning ishingiz stajini to'liq hisoblashda xatoliklar yuzaga kelish ehtimoli yuqori. Uch ism sharifini o'zgartirganlar. Ayollarning turmushga chiqishi natijasida familiyasini o'zgartirishi yoki boshqa sabablarga ko'ra ism sharif o'zgarishi hujjatlardagi chalkashliklarga olib kelishi mumkin. Ba'zan yangi familiyada hujjatlar rasmiylashtirilib, eski ma'lumotlar bilan bog'lanmay qoladi.
farzand parvarishi yoki nogironlik sababli ish stajiga ega bo'lganlar. Ayollarning farzand parvarishlash ta'tilda bo'lgan davrlari yoki nogironligi sababli ish stajiga qo'shilishi kerak bo'lgan davrlar ba'zida avtomatik tarzda hisobga olinmasligi mumkin. Bu davrlar ham umumiy ish stajini sezilarli darajada oshirishi mumkin. 5. Pensiya fondi ma'lumotlari bilan ish beruvchi ma'lumotlari orasida nomuvofiqlik borligiga shubha qilganlar. Ba'zan ish beruvchilar nafaqa fondiga tegishli ajratmalarni to'liq yoki to'g'ri o'tkazmagan bo'lishi mumkin. Raqamlashtirish aynan shu kabi nomuvofiqliklarni aniqlashga yordam beradi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? So'nggi yillarda, ya'ni taxminan 2010 yildan keyin nafaqaga chiqqanlar, ayniqsa mehnat daftarchasi elektron shaklda yuritilgan yoki ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda elektron tarzda taqdim etilgan fuqarolar nisbatan xotirjam bo'lishlari mumkin. Ularning ma'lumotlari yangi tizimda to'g'riroq aks ettirilgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Ammo shunga qaramay, har qanday holatda ham tekshiruv ortiqchalik qilmaydi. Axir bu sizning qonuniy mablag'ingiz. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol Mir Otabek Amak va unutilgan ish staji. Otabek Amak 7-yosh. U 1990 yilda nafaqaga chiqqan. Uning mehnat daftarchasida 1970 yildan 1975 yilgacha bo'lgan davrda Qozog'istondagi bir zavodda ishlagani qayd etilgan edi. Ammo o'sha paytda hujjatlarni rasmiylashtirishdagi ba'zi qiyinchiliklar tufayli bu 5 yillik ish staji O'zbekiston pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasiga to'liq kiritilmagan. Uzoq yillar davomida Otabek amaki buni sezmagan. Uning nafaqasi esa bu 5 yil hisobga olinmagan holda hisoblab kelingan. Hozirgi raqamlashtirish jarayonida pensiya jamg'armasi xodimlari Otabek amakining ma'lumotlarini qayta tekshirish chog'ida bu xatolikni aniqladilar. Agar har bir yil uchun Otabek amakining nafaqasi o'rtacha 40 ming so'mga kam bo'lgan deb hisoblasak, bu 2020 yilgi hisob kitoblar bo'yicha 5 yil uchun bu oyiga 200 ming so'm degani. 1995 yildan hozirgacha 29 yil o'tgan bo'lsa, bu deyarli 7 million so'mga yaqin mablag'ni tashkil qiladi. Garchi barcha o'tgan davr uchun qayta hisoblash imkonsiz bo'lsa-da, qonunchilikda muddat cheklovlari bor. Otabek amaki endi oyiga ko'proq nafaqa olish huquqiga ega bo'ladi va oxirgi 3 yil uchun hisoblanmagan mablag'larni qayta olish imkoniyati bo'ladi. Misol 2 Dilbar opa va farzand parvarishi uchun staj. Dilbar opa 68 yosh. U 2005 yilda nafaqaga chiqqan. U 3 farzandning onasi va har bir farzand tug'ilgandan keyin 2 yildan farzand parvarishi ta'tilida bo'lgan. Qonunchilikka ko'ra ayollarning farzand parvarishlash davri belgilangan muddatgacha ish stajiga qo'shiladi. Ammo Dilbar opaning nafaqasi hisoblanayotganda barcha 9 yillik farzand parvarishi davri to'liq hisobga olinmagan, balki faqat 4 yili hisobga olingan. Buning sababi o'sha paytda ma'lumotlar qo'lda kiritilib yuzaga kelgan yangi raqamlashtirish jarayonida. Pensiya jamg'armasi tizimi Dilbar opaning tug'ilganlik guvohnomalari asosida bu nomuvofiqlikni aniqladi. Bu qo'shimcha 5 yillik staj uning nafaqa miqdorini sezilarli darajada oshiradi. Taxminan har oy uchun 1,5 ming so'mga ko'payishi mumkin. Bu esa yilda 1 million 800 ming so'm degani. Pensiya jamg'armasi bu xatoni Dilbar opaga bildirgach, u nafaqasini qayta hisoblash uchun ariza berdi va endi unga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'larni ola boshladi. Misol o'tdi. Amadjon bobo va ish haqi bo'yicha ma'lumotlardagi xato. Amadjon bobo 75 yosh, 1998 yilda nafaqaga chiqqan. Uning nafaqasi hisoblanayotganda uning so'nggi 10 yillik ish haqi ma'lumotlari orasidan eng yuqori 5 yillik ish haqi hisobga olinadi. Biroq pensiya jamg'armasi arxivlarida Ahmadjon boboning faqat oxirgi 3 yillik ish haqi haqidagi ma'lumotlari saqlanib qolgan va unga asosan nafaqa hisoblangan. Aslida Ahmadjon bobo 1990-1995 yillarda ancha yuqori lavozimda ishlagan va o'sha davrdagi ish haqi hozirgi hisob-kitob qilingan ish haqidan ancha yuqori bo'lgan. Raqamlashtirish va hujjatlarni qayta ko'rib chiqish natijasida DXM arxividan uning o'sha yillardagi ish haqi haqida ma'lumotnoma topildi. Bu ma'lumotlar uning nafaqa miqdorini oyiga 30%ga, ya'ni taxminan 2,5 ming so'mga oshirishga imkon beradi. 1 yil davomida bu 3 million so'm, 3 yil uchun esa 9 million so'm degani. Bu kabi misollar juda ko'p. Esingizda tuting. Bu pullar sizning qonuniy haqqingiz va ularni talab qilishdan uyalmasligingiz kerak. Davlat xatolarni tuzatishga tayyor va buning uchun maxsus mexanizmlar yaratilgan.
Asosiy qism 2 qo'ylardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Nafaqa tizimi murakkab bo'lib, uning bir qator nozik jihatlari bor. Ularni bilish sizni keraksiz xavotirlardan yoki xatolardan himoya qiladi. 1. Muddat cheklovi, muddatli davom muddati. Eng muhim nuanslardan biri bu muddat cheklovi. Qonunchilikka ko'ra, nafaqa hisob kitobidagi xato aniqlanganda, pensiya jamg'armasi sizga o'tgan davr uchun hisoblanmagan nafaqa summalarini faqat oxirgi 3 yil uchun to'lab berishi mumkin. Ya'ni, agar xato 10 yil avval yuz bergan bo'lsa ham, siz faqat oxirgi 3 yil uchun hisoblangan qo'shimcha mablag'ni olish huquqiga egasiz. Shuning uchun ham bu masalani qanchalik tez o'rganib chiqsangiz, shunchalik foydali bo'ladi. Bu muddat cheklovi. Ko'pincha qayta hisoblash natijasida nafaqa miqdori kamayishi mumkinmi degan savolni ham keltirib chiqaradi. 2. Qayta hisoblash nafaqa miqdorini kamaytirishi mumkinmi? Nazariy jihatdan ha. Agar sizning nafaqangiz avval noto'g'ri hisob kitoblar tufayli aslida sizga tegishli bo'lmagan yuqori miqdorda to'lab kelingan bo'lsa, qayta hisoblash natijasida nafaqa miqdori kamayishi mumkin. Biroq amaliyotda bu juda kam uchraydigan holat. Chunki pensiya jamg'armasi xodimlari qoida tariqasida nafaqa miqdorini kamaytirmaslikka harakat qilishadi va bunday holatda agar sizning aybingiz bo'lmasa, ortiqcha to'langan summani sizdan undirishmaydi. Aksincha, agar xato pensiya jamg'armasining o'zida yuz bergan bo'lsa, ular bu mas'uliyatni o'z zimmalariga oladilar. Ammo shunga qaramay, ma'lumotlarni tekshirishda ehtiyot bo'lish zarur. Asl hujjatlarning ahamiyati. Sizning ish stajingiz va ish haqingizni tasdiqlovchi asl hujjatlar, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnomalar, diplomlar, tug'ilganlik guvohnomalari va boshqalar juda muhim. Agar bu hujjatlar sizda yo'q bo'lsa, ularni tiklashga to'g'ri keladi. Arxivlardan ma'lumotnoma olish, eski ish joylariga murojaat qilish kabi choralar ko'rish talab qilinishi mumkin. Ba'zi eski tashkilotlar yopilib ketgan bo'lsa ham, ularning arxivi boshqa muassasalarga o'tkazilgan bo'lishi ehtimoli bor. Davlat xizmatlari markazlari DXM ushbu jarayonlarda yordam berishi mumkin. 4. Passivlikning narxi. Davlat nafaqa tizimida xatolarni aniqlash va tuzatish bo'yicha ish olib boradi. Ammo har bir fuqaro bilan individual ravishda bog'lanib, xatolarni to'g'rilash har doim ham imkonsiz. Tizim 100 minglab nafaqaxo'rlar bilan ishlaydi. Shuning uchun bu masalada faol bo'lish, o'z huquqlarini talab qilish fuqarolarning o'z zimmasida. Menga tegishli bo'lsa, ular o'zlari beradi degan fikr noto'g'ri. Ko'pincha siz murojaat qilmaguningizcha sizning masalangiz navbatga qo'yilmaydi. 5. Yangi raqamli xizmatlar va ularning cheklovlari. Bugungi kunda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.kubuz orqali nafaqa bo'yicha ma'lumotlarni olish imkoniyati mavjud. Bu juda qulay va ko'p vaqtni tejaydi. Biroq bu tizim ham faqat mavjud elektron ma'lumotlar bazalariga asoslanadi. Agar sizning eski ma'lumotlaringiz hali ham raqamlashtirilmagan bo'lsa yoki eski qog'oz hujjatlarda xato bo'lsa, bu onlayn portal orqali ham aniqlanmasligi mumkin. Shuning uchun onlayn ma'lumotlarni tekshirishdan tashqari shaxsan murojaat qilish ham muhimdir. 6. Firibgarlik va noto'g'ri ma'lumotlar. Afsuski, har qanday dolzarb mavzu atrofida firibgarlar ham paydo bo'ladi. Biz sizga nafaqangizni oshirishga yordam beramiz. Buning uchun falonchi raqam pul o'tkazing yoki sizga qo'shimcha nafaqa hisoblangan. Uni olish uchun bank kartangiz ma'lumotlarini ayting kabi yolg'on xabarlarga ishonmang. Davlat idoralari hech qachon sizdan bank kartangizning PIN kodini yoki boshqa maxfiy ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Har qanday shubhali holatda bevosita pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. 7. Davlat nafaqalari va xususiy pensiya fondlari o'rtasidagi farq. Ba'zi fuqarolar davlat nafaqasidan tashqari xususiy pensiya fondlarida ham mablag' jamg'arishi mumkin. Bu videomiz davlat nafaqa tizimidagi xatolarni tuzatishga qaratilgan. Xususiy fondlardagi mablag'lar bo'yicha o'sha fondlarning o'ziga murojaat qilish lozim. Chakachsiz. Eng kam iste'mol savatchasi va uning ta'siri. Mamlakatda nafaqalar miqdori belgilanganda eng kam iste'mol savatchasi va minimal iste'mol xarajatlari kabi ko'rsatkichlar ham hisobga olinadi. Ushbu ko'rsatkichlar o'zgarganda nafaqalar miqdori ham qayta ko'rib chiqiladi. Lekin bu avtomatik jarayon ba'zi holatlarda sizning individual hisob kitobingizga to'liq ta'sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun ham muntazam ravishda o'z hisobingizni tekshirib turish muhimdir. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? Xo'sh, aziz nafaqaxo'rlar, bu muhim ma'lumotlarni bilgan holda endi nima qilishimiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni qo'yishimiz lozim?
Men sizga aniq va bosqichma-bosqich yo'l yo'riq beraman. Eng qadam hujjatlarni to'plash. Bu eng birinchi va eng muhim qadam. Siz nafaqa hisob kitobida foydalanilishi mumkin bo'lgan barcha hujjatlarni to'plashingiz kerak. Bularga quyidagilar kiradi. Pasport, asl nusxasi va bir nechta nusxalari. Mehnat daftarchasi bu eng asosiy hujjat. Uning asl nusxasi va barcha sahifalarning aniq o'qishli nusxasini tayyorlang. Mehnat daftarchasida barcha ish joylari, lavozimlar, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish sanalari to'liq qayd etilganiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir yozuvlar tushunarsiz bo'lsa yoki hatto noto'g'ri deb o'ylasangiz, bu haqda eslatma qiling. Diplom yoki o'rta maxsus ta'lim muassasasini tugatganlik to'g'risidagi shahodatnoma. Oliy ta'lim muassasalarida o'qish davri ham ish stajiga qo'shilishi mumkin. Nikoh guvohnomasi agar familiyangiz turmushga chiqish natijasida o'zgargan bo'lsa. Ism sharif o'zgargani sababli hujjatlardagi chalkashliklar oldini olish uchun bu juda muhim. Agar bir necha marta familiya o'zgargan bo'lsa, barcha nikoh guvohnomalari kerak bo'ladi. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari. Ayollar uchun farzand parvarishlash davrini ish stajiga kiritish uchun bu hujjatlar zarur. Har bir farzand uchun alohida guvohnoma, ish haqi haqida ma'lumotnomalar. Agar sizda eski ish joylaringizdan, ayniqsa yuqori ish haqi olgan davrlardan ish haqi haqida ma'lumotnomalar saqlanib qolgan bo'lsa, ularni ham oling. Ba'zan arxivlarda ham bunday ma'lumotlar bo'ladi. Bu ayniqsa nafaqa hisob kitobida foydalaniladigan eng foydali 5 yillik ish haqini aniqlash uchun muhim. Harbiy bilan agar harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, harbiy xizmat davri ham ish stajiga qo'shiladi. Nogironlik haqidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa, nogironlik davri ham ish stajiga qo'shilishi mumkin. Ilk qadam qayerga murojaat qilish kerak? Hujjatlaringizni to'plaganingizdan so'ng siz quyidagi idoralardan biriga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Bu eng qulay va samarali variant. DXM xodimlari sizga ariza yozishda yordam beradi. Hujjatlarni tekshiradi va pensiya jamg'armasiga yuboradi. Ular bir darsha tamoyili asosida ishlaydi. Bu sizning vaqtingizni tejaydi va jarayonni soddalashtiradi. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Siz o'z yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga ham bevosita murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda sizga nafaqaxo'rlik ishingizni ko'rib chiqishda bevosita yordam berishadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My Gov.uz. Agar sizda elektron imzo va internetdan foydalanish ko'nikmali bo'lsa, siz ushbu portal orqali ham murojaat qoldirishingiz mumkin. Biroq yuqorida aytib o'tganimdek, eski hujjatlar bilan bog'liq masalalarda shaxsan murojaat qilish samaraliroq bo'lishi mumkin. 3 qadam ariza yozish va hujjatlarni topshirish. Murojaat qilganingizda siz nafaqani qayta hisoblash va ish stajini to'liq tekshirish to'g'risida ariza yozishingiz kerak bo'ladi. Ariza namunasini sizga DXM yoki pensiya jamg'armasi xodimlari beradi. Arizada quyidagi ma'lumotlarni ko'rsatishingiz shart. O'z ism sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz. Hozirda olayotgan nafaqangiz turi va miqdori, nafaqangizni qayta hisoblashni va ish stajingizni to'liq tekshirishni so'rashingiz. Agar sizda aniq bir davrdagi ish staji yoki ish haqi noto'g'ri hisoblanganiga shubha bo'lsa, aynan o'sha davrlarni ko'rsatishingiz maqsadga muvofiq. Masalan, 1974-1975 yillardagi Qozog'istondagi ish stajimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman yoki 1990-1995 yillardagi ish haqi ma'lumotlarimni tekshirishingizni so'rayman. Arizaga barcha yig'ilgan hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarni o'zingizda saqlang, ularni faqat ko'rsatish uchun olib boring. Hujjatlarni topshirganingizdan so'ng sizga arizangiz qabul qilinganligi haqida hujjat, ya'ni ro'yxatga olish raqam berilishi shart. Bu hujjatni saqlab qo'ying. U sizning murojaatingizni kuzatish va uning holatini so'rash uchun kerak bo'ladi. 4 qadam jarayonni kuzatish va javobni kutish. Arizangiz ko'rib chiqilishi uchun ma'lum bir muddat talab qilinadi. Odatda bu 25 kunni tashkil etadi. Agar sizga belgilangan muddatda javob kelmasa, siz DXM orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib arizangizning holatini so'rashingiz mumkin. Javobda sizga nafaqangiz qayta hisoblanganmi, yo'qmi? Agar hisoblangan bo'lsa, qancha miqdorga o'zgargani va bu qaysi asoslarga ko'ra amalga oshirilgani haqida to'liq ma'lumot beriladi. Agar sizga qo'shimcha mablag' hisoblangan bo'lsa, uni qanday olish tartibi ham ko'rsatiladi. 5 qadam natijalarni qabul qilish yoki norozilik bildirish. Agar nafaqangiz qayta hisoblanib, uning miqdori oshirilsa, sizni tabriklayman.
Bu sizning huquqlaringiz himoya qilinganidan dalolat beradi. Agar arizangiz rad etilsa yoki natijadan qoniqmasangiz, siz ushbu qaror ustidan shikoyat qilish huquqiga egasiz. Shikoyatni yuqori turuvchi organlarga, masalan, pensiya jamg'armasining viloyat yoki respublika boshqarmasiga yoxud sud orqali amalga oshirishingiz mumkin. Bunday holatda huquqshunos maslahatiga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugungi videomizda nafaqaxo'rlar, shoshiling hisobingizni tekshiring shiori ostida juda muhim mavzuni ko'rib chiqdik. Esingizda tuting, bu shunchaki ogohlantirish emas, balki sizning moliyaviy ahvolingizni yaxshilash, qonuniy haqqingizni olish uchun real imkoniyatdir. Davlatimizda amalga oshirilayotgan raqamlashtirish islohotlari natijasida avvalgi xatolar tuzatilmoqda va sizning hisobingizda kutilmaganda qo'shimcha mablag'lar paydo bo'lishi mumkin. Bu mablag'lar sizning mehnat haqqingiz, keksaligingiz garovidir. Shu bois ushbu videoda berilgan barcha maslahatlarga amal qilib, zudlik bilan o'z nafaqangizni qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Menimcha, bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun hayotiy ahamiyatga ega. Sizningcha bu qanchalik dolzarb? Sizning tajribangizda shunga o'xshash holatlar bo'lganmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, albatta yozing. Javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni unutmang. Chunki bu videoning boshqa insonlarga ham yetib borishiga yordam beradi. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doim foydali va amaliy ma'lumotlarni tayyorlashda davom etamiz. O'zingizni asrang va moliyaviy barqarorlikka erishing. Keyingi videolarda ko'rishguncha